Bo'limining profilaktika xizmati bo'lim boshlig'i podpolkovnik Dilshod aka boshchiligida mehmonlarimiz kelgan. Odatda mansabdor shaxs tomonidan unga berilgan mansab vakolatlarini demak maishiy korrupsiya qarshi kurash har bir fuqaroning ishi. O'zbekiston Respublikasining amaldagi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev 2017-yilning prezidentlik lavozimiga vazifasiga kirishgan dastlabki yildayoq O'zbekistonda huquqiy davlat tuzish korrupsiyaga qarshi murosasiz jang e'lon qilib, korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida qonun qabul qilindi. Holatlarga bir misollar ta'riflab keltirilgan ekan. Statistika nazar solsak, butun jahon korrupsiya o'lchami, korrupsiyani qabul qilish indeksi reytingi mavjud. Hukumatimiz tomonidan tegishli vakolatlar berilgan va hozirgi paytda bu o'rganiladi. Ya'ni soddalashtirib aytganimizda, juda ko'p maishiy muammolarga duch kelishadi. Ular inson omilsiz ishtirokisiz hal etilishi. Qonunlarni tushunmasdan yoki bir xuddi mana aytganlaridek ko'pchilik aytadi, mana gaylarga to'xtatadi deydi, pul so'radi, pul bermasangni yozadi. Shuni yozdirishdan oldin o'zimiz qonunni buzyapmiz-da, lekin bergandan keyin shu narsani olyapti, pora so'rayapti, boshqalardan o'zimiz shunaqa narsalarni ko'paytirib kelyapmiz. Ogohli bo'lsak, hammamiz oilamiz tinch bo'ladi. Birovga orqasidan yalinib yurmaymiz. Biz hammamiz shu ramka qonun doirasida yashaymiz. Shu ramkadan chiqdimi bu jinoyat hisoblanadi. Holatlarga bir misollar ta'riflab keltirilgan. Endi hammamizga ma'lumki, korrupsiya bu jamiyatning turli ishlar organlari korrupsiyani oldini olish bo'yicha hozir eng samarali topilgan mexanizmlar. Pora berganim, pora olganim javob bir xil beradi. Ularga bir xil jazo bo'ladi. Olganga ham berganga.